bu oddiygina taksi bo'lsa ham, men zo'r sportchi bo'lsam ham, prosta yaqin masofada turadigan bo'lsam, любойchi niyajdan ko'rib qoladi-yu, uxlab qovurasan. Bu ani kasb tanlamaydi. Sen zo'r sportchi bo'lsang, hammani urasan degani emas. Sen zo'r bo'lishing uchun, sportingni idealni ushlab yurish uchun, yaxshi urish uchun sen nimani bilishing kerak? Sportchi distansiyani chustvasini bilish kerak, udar reaksiyani bilish kerak, reaksiyasi tez bo'lishi kerak, distansiyasi tez bo'lishi kerak. Yaxshi bo'lishi kerak distansiyasi. Agar sen distansiyang bo'lmasa, bu odamni kasbiga qaramaydi bu. Doktor bo'ladimi bu, taksi bo'ladimi, ashdan ursa uxlab qovurasan. 5 kilo udar 100 kiloli odamni uxlatadi. Tushunasizlar? O'shaning uchun distansiyani chuqur ushlaylik, kattaroq. Parada e'tibor qolma. Aytdim hozirlik. Jepurasan, o'tkazib jepurasan dedim. Distansiyang yo'q desanlarni. Distansiya yaxshi emas, yaqin turib olgansan, uryapsan. Bunda chust qila olmaysan, qo'ling tushib ketib qoladi, o'tib ketib qoladi. Distansiyani katta ushlasang, qo'lni ko'rib turasan. Barba kiryapti, ko'rasan, barba zashit usha olasan. Tushunasizmi? Agar sen distansiyang bo'lmasa, kirdi, hoppa tutilib qolasan. Ko'tar urib tashlaysan. Qanaqa odam bo'lsa, qat'iy nazar, novichok deb mensimasdan qarab olsanlar, bilmaydi deb o'ylaysanlar. Qanaqa odam bo'lsa ham, yaqin masofada tursang, ko'zi yumib bo'lsa ham ursa, uxlab qovurasan. Tushundingmi? O'shaning uchun distansiya birinchi o'rinda deyiladi. Distansiyani zo'r ushlasang, qanaqa sportda bo'lsa ham chempion bo'la olasan. Taekwondo desang, taekvondoda ham distansiya, boksda ham distansiya kerak.